Travelkazga akalarimiz Drakular kelgan. Tayfun birinchi dosta chiqib ekan. Narxlarni so'rab ketamiz akalarimiz hozir. Misli bo'lagan bu? Motor misli bo'ladimi? Motor misli bo'lagan. Ha bu pichoqlar, ha? Pichoqlari, tishlar, setkazmi. Komplekti bo'ladimi shular? 4 ta nasadga bo'lagan. Bu bug'doy, makkaga nimaniki bular yani? Yemishdik, ha? Hashayga 2 xil chiqadi. Makilar. Bu tok qancha 220 ga ishlaymi? Ya necha voltga ishlaydi bu? 220 ga ishlaydi ekan. Aka 6 oy garantiyasi bor. 6 oy garantiya, kafolati ham bor ekan. Kafolati dastavka ichi O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha dastavkalari bor ekan. Akamiz o'zlarini kafolatini beryapti. Yetkazib beraveramiz. Pastki raqamlarga aloqa qilib qo'yasizlar. Alyumin hammasidan bor. Alyumin misli bor. Bu narxi qancha bo'lyapti? Narxi aka dastavkasi bilan 2 million 400 ming yetkazib beramiz. Is motor 6,5 kilovat. 2 million 400 ming dastavkasi bilan. 2 million qilib beramiz. Alyumin motor. 6,5 kilovat alyumin motorni 2 million 400 ming beramiz. Bu yerda aka mana hop 4 ta nasadkasi bor. Buni qo'yib chiqarishsa, somonni mol boqib beradi. Hop, buni qo'yib chiqarishsa, qo'y boqib beradi, mayda qilib. Hop, buni qo'yishsa, yorma qilib beradi, donni. Bunisi un ko'pay qilib beradi, donlarni. Mana pichoqlari 24 talik bo'ladi. Mana shu holatda mahaviylik bo'ladi. Kalyonni pichoqda. Aloqaga chiqaverasizlar, dastavkalarini O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Videoga like bosib qo'yinglar, akalar. Narxlari 2 milliondan 2 million 400 minggacha. Alyumin motor, mis motorda hammasidan bor. Assalomu alaykum, ishbozlarga, chorishbozlarga bugun sanamiz 13-aprel haftaning dushanba kuni bo'ladi. Sardoba tumani Qo'rg'ontepa mol bozoridamiz. Haftaning dushanba kuni. Yangi qo'shimga obuna bo'linglar. Kommentar o'z fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Kommentarda hammasini chiqyapman. Endi javob yozmayapsizlar deganlar ham javob to'g'ri yurakcha bosib qo'yapsiz-ku, javob abzatda javob bo'ladi. Nega fikrlaringizni yozib ketingizlar. Bu kuzda qotardamiz, bu kuzda ko'rsatib ketamiz. To'g'ri juda ko'p odam norozilik bo'lyapti. Harakat qilamiz olishga. Ash buqani savdosi bo'lyapti. Yaltirab turibdi. Oyoqlarim baqot ekan. Aka qancha bo'lyapti savdosi? 64 Tarazga. Taraz 64 dan so'rayapti ekan. Aka qancha esi bor chama-chama? Biznesga 600 dan oshiq. 600 oshish Taraz 64 da. Buqalar. Elektrik kelyapti buqalarimiz. Просто tomosha qilsangiz ham mazza qilasiz. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Savdosi qancha bo'lyapti ekan? İpiniz vardı. İpiniz vardı. Buqamiz. Aka qancha bo'lyapti savdo yaxshimisiz? 65 ming. Tarazga? Taraz 65 mingdan so'rayapti ekan. To'g'ri, Tarazga so'raydi. 65 mingdan Taraz so'rayapti ekan. 65 ming Tarazga so'rayapti, berilmayapti. Mana buqalar, buni qanday boqqan? Bu 20 qancha bo'ldi bu? 26 million sotib olindi. Baraka bo'ldi. Aka barakasi bersin. Bu hozir keldi. Mana bu qolamiz. Bu kimdan ekan bu? Sizlardan? Qancha deyapti-ku? Aka qancha deyapsan buni? Aka so'rayapsan? So'rayapsanmi? Aka qancha ekan narxi buni? Yalnız gapirmayapti. 40 milyon. Egasi 40 milyon deyapti. Hozir kelib bayladi uni. Mana buqa. Biz so'rab ketaveramiz. Endi ko'p odam norozi bo'lyapti. Assalomu alaykum aka, qancha savdosi bo'lyapti? Yaxshi. Buni savdosi bo'lyapti? Bu yoqdami? Bo'lyapti. Aka qancha savdosi bo'lyapti? Xolasini bersa, xolasini bermasa, shu bolani gapini. Kalamiz aytmadi. Davom etamiz endi.
Assalomu alaykum. Qancha bo'ladi savdosi? 60. Taroziga 63 ta tarozi. Baraka bo'ldimi? Ha, baraka bo'ldi. 63 dan so'rayapti. 63 dan bermayapti taroziga. Ham pullarni sanayapti. Qaysi sotildi endi? Qaysi sotildi? Yo'q, ana ikkita xunozni savdo bo'lyapti. O'shan bo'lib qo'ying bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Qaysi biri Abjabbar aka? Assalomu alaykum. Qaysi savdosi bo'ladi? Ya bu ikkita xunojinimi? Qancha qilyapsiz savdosini? 18 million 300. Mana 18 million 300, buni 16 million bo'lyapti. Bu 16 million 18. Bu so'yilishga. Orqasidan Kerak so'yilish. Instagram qo'yasiz. YouTube'ga qo'yamiz aka. Instagram qo'yamiz aka. Ikkita xunojin savdosi bo'lyapti. Ikkita sotildi. 30 million deylasizmi? 34,5. 34 yarim sotildi. Ikkita. Ikkita bu qancha? Bu kishi. Bu shoxlaydigan. Ham buqalarimiz. Qancha deyapsiz buni sizlardan? Taroziga 61 mingdan so'rayapti. Buqalarimiz ko'p edi, ho'kizlar juda ko'p. Mana shu ichiga polni ho'kizlar. Bu yerda oshxona. Aka sizdanmi bu? Egasi kim ekan bu ho'kizlarni? Sizlardan emasmi? Aka sizlardanmi ho'kiz? Ha, sizlardanmi? Sizlardan emasmi? Qaysi kanal aka? Qo'rg'ontepa mol bozor yozib chiqadi ekan. Sotilyapti, baraka bo'ldimi? Yo'q, 17 million 200 qilyapman. 17 million 200 so'rayapsiz, bermayapti aka. Aka qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 22 million deyapti akasi. Bozorlarimiz bersin. Aroniki bering. Mashina savdosi bo'lyapti-da. Aka qancha qilyapsizlar? Qancha so'rayapti? 22 million. 22 million so'rayapti. Aka bozorlarimiz bersin. Aka qara, dehqonchilikmi? Dehqonchilik ekan. Akamiz mehnat qilgan. 20 kilo so'rab bermayapti. Qayerga ketyapti? Sotildimi? Sotilmabdi, joyini almashtiryapti. Joyimiz tor, mol juda ko'p tushadi. Mol ko'p tushadi, bu joylashtiryapti ekan qizlar. Savdosini so'rayapti. Sizdanmi? Yo'q. Sarablar qora bo'lyapti. Qancha qilyapsizlar? 37,5 million bo'lyapti. Bu sariq bilan qora, 37,5 million. Bozorlarimiz bersin. Qizil qancha bo'ldi aka? Qizil shulardanmi? Ana qizil. Onchab so'ramadim. Aka yaxshimiz qaysi savdosi qilyapsiz? Qaysi savdosi bo'lyapti? Olammi? Ola. Qancha qilyapsiz? 21 yarim so'rayapti olam. 2 yoshmi bu? Ha, 2 yosh. Bozorlarimiz bersin. Qizil bor ekan. Kimlar ekan qizil? Savdosi bo'lyapti? Egasi yo'q. Mana bu qizlarimiz. Bu qiz ko'p berdi. Serob. 27 Taroziga. Taroziga 65 dan qilyapti. Bu qancha deysiz uni? Ko'rmasa bilan o'xshayapsiz. Qancha? 1 tonna 100. Akamiz 1 tonna 100 deyapti ikkalasini. Ikkalasi 1 tonna 100 chamalayapti. O'zi asli Qaysi? To'g'mi? 64 dan qilyapti. Buni 64 dan qilyapti. Yo'q, qancha vaqt boqqansiz buni? 4 oy turgan. 4 oy yemda turgan, ha? sizga berman tushundim. Lekin top-toza o'tiribdi, gap yo'q. Sizgacha bu Hamma yog'i. umuman sizga kelajak hisobi bo'ladi. 4 oy yemda turgan. Makkaga boqilgan ama 66 dan bo'lsa ol deyapti. 66 dan bo'lsa beriladi taroziga. Barakasi bersin. Gap yo'q, ana qizlar boqqan. Ajoyib chiqqan. Ustlari top-toza. Ancha toza. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Qancha qilyapti bozor? 23 million qilib bermayapti. Sizga barakasini bersin. So'rayverdi. Yoshlardan ko'rsatamiz, yoshlardan, kichkinalardan ko'rsatamiz. Akamizda har doim mol bo'ladi. Aka qancha qildi bozor? 20 million so'rayapti aka. 20 million so'rayapti. Qancha qildi uni? Bog'lagan ola ikkalasi 40 million 500 so'rayapti. 40 million sherga 40 million 500 so'rayapti, akamiz bermay turibdi.
Aka bozoringiz bersin. Savdosi bo'lyapti. Shunday. Ikki ekran savdosi bo'lyapti. Bu bilan qoradi. Video ko'p ekanda. 35 dan 200 bermayapti. Dehqonni olib qo'ygan akamiz mehnat qilgan. Mehnat qilgan akamiz. Xohlang mana Sobir aytgani 200 bo'ldi ikkovi. 35 ming. Qanchaga kelishmayapti? 200 ga kelishmayapti? Desangiz o'zini bering bo'ldi aytganingizga. Bittasini nima qilib to'g'ri. Qora bilan bu. Muhim aka. Qancha chiqdi? Men ham qancha bo'ldi hozir? Qancha chiqdi? 35 million 200. 35 bilan 200. Qancha deyapsiz aka? Aka so'radi. Qancha deyapsiz? Hali bor. 17 deyapman narigini. 18 yarimga ol deyapti. 18 yarim, 17 ga ol deyapti. Barakasi bersin. 22 yarimga sotildi. Orqasiga kelgan bo'ladimi? Davron lahat. Davron akamiz. Davron akamiz. 22 yarim sotildi. Uqaku? 22. Baraka bo'ldi. Bu ham biri 35 lar bor. Yaxshimiz. Hozir qancha so'radi? 17.300. 17.300. Bu yoshdan oshganmi, ha? Yoshi? 300 so'rayapti ekan bozor. Qo'yi 120 lar bor. Bozorimiz juda mol ko'p bo'lgani uchun tor, yurish qiyin bo'lyapti. Yaxshi. Charchamayapsizmi? Bozor qancha qilyapti aka? 16.200 ming so'rayapti. 16.200 ming. 10 oylik buzoq hali. 1 yoshga ham to'lmagan. Bu ham birdan ziyod. Aka qancha qilyapti bozor? 15 bilan 200. Oh, sho'xoshi. Bozorlarimiz bersin aka. Furqatdan mol ishlab turibdi, o'ziz mahallamizdan. Furqat qancha qilyapti bozor endi? 14, 14 ga bermay turibdi. Barakasi bersin. Yoshga to'lganmi bu? 1 yoshga to'lganmi? Hali tish yormagan, hali yosh. Yoshga to'lmagan. 17 deyapti ekan. Bozor 15 ham so'radingizmi? Ha. Hozir 15. 16 bering, bor bor. O'ynab turib ber. 16 o'sib beraman deyapti. Ya necha so'radingiz? Bor bor. Bering. Baraka bo'ldimi? Qancha bo'ldi? Shu yerga bog'lab turing. Qancha bo'ldi aka? Kattalar ichida bunday beray. Qancha bo'ldi? Buni yomon ekanda bu Mana menga belib. Akamiz aytmadi. 200 kam 16 bo'ldimi? 200 kam 16 baraka bo'ldi. Barakasi bersin. Sunnat akamiz mol sotyapti, ishlab turibdi. Hali bozor chiqadi ekan. Sunnatga qancha bo'lyapti bozor? Qancha qilyapti? So'rayman, qancha deyapsiz? 20 million deyapti aka. Qaysi savdosi bo'lyapti aka? Qaysi qilyapsiz savdoni? Bunimi? Qancha bo'lyapti? 43. Bitta o'zinimi? Ikkalasini. 43 qilyapti. Demak, yaxshi ho'kizlar bor ekan. Qo'yib berjangiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor 45 dan uchrayapti bir joydami? 15 yarimdan so'rayapti ekan. Endi joyimiz to'g'ri tushunasizlar. Joyimiz, molimiz ko'p. Mana, bir-birini topolmayapti. Mol juda ko'p. 13.600 baraka o'tdi. Bu kishamiz. Bu yoshga to'lgan bu? 8 oylik. 8 oylik bu qochadi. Bo'yi 1 metrlar bor. Barakasi bersin. 14 bilan 200. Mana shu ham sotildi. Bu necha oylik bu? Yoshda kelar. Anaqa emas. 8 oylik. Qancha bo'ldi? Sotildimi? 14 yarim baraka o'tdi. Bu qancha bo'ldi? Bir joyda. Qancha? 29 bir joyda. Bo'yi 1 metrlar bor. Plusda 1 metr plus ekan. Ichilasini savdosi 14 yarimni savdo qilyapti ekan. Bermayapti, akam ushlab turibdi. 14 yarimdan savdo bo'lyapti. Yoshga to'lganmi? Bir yoshga. Endi to'layapti. Endi to'lyapti. Endi yoshga to'lyapti. 300 kam 14 million. Bu yoshga to'lgan to'lmagan hali, ha? Yo'q, to'lmagan. Hali yoshga to'lmagan kishamiz. 1 metr bu. 198. Barakasi bersin.
13 milyon 200. Oh. 700. 13 milyon 700 olindi. Bu ham 1 yoshga to'lmagan, ha? Hali buzov. Angusmi? Angus paroda ekan. Barakasi bersin. Mana savdosi bo'lyapti, ekan savdo qiladi. Qancha bo'lyapti savdosi? 28. YouTube'ga do'stlik mol bozor yozasiz yoki Qo'rg'ontepada yozsangiz ham chiqadi. Ha, makaz oldin olmadik. Qancha bo'lsa berasiz? Bularga narx qancha? Bularga narx qancha ular? 28 ga qo'shsa beradi. Yoshga to'lgan bular? Yo'q. Hali yoshga to'lmagan. Egizak ekanlar. Egizak? Egizak deyapti. Bozorlarimiz bersin. Yosh shu kichiklar. Qancha so'rayapti bozor, yaxshimisiz? 12 dan kam bor. Egasi aytib turibdi, 12 dan kam bor. Bu kichiklar, yosh. 12 million to'rt sotildi. Bu kichikamiz. Necha oylik bu? Aka pul sanayapti ekan. 12 million 400. Baraka o't. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bozor qancha qilyapti aka? Bozor qancha so'radi? 9,5, 10. 11,5. Necha oylik bular? Hali buzov, ha? Hali buzov. Aka sizga qancha so'rayapti? 11 dan 3 ta. Qaysi kanal bu? YouTube'ga do'stlik mol bozor yoza chiqadi. Yosh, ho'kizcha bular, ha? Ho'kizcha. Bozorlarimiz bersin aka. Bitta darida. Assalomu alaykum. Qancha qilyapti bozor? 11,5 qilyapti. 13 kam bor deb. 13 kam bor. Ho'kizcha ular, ha? Ho'kizcha ekan. Necha oylik bular? 7-8 oylik bor, ha? 8 oylik bu. 7-8 oylik ho'kizchalarimiz. Bozorlarimiz bersin. Salom, qancha savdosi bo'lyapti? Yaxshimisiz? Qoranimi? Qancha qilyapsiz? 18 million 500. Ekan bermayapti. Qaysi ko'rsatadi? Do'stlik mol bozor yozadi YouTube'ga. Qancha qilyapti bozor? Yaxshimisiz? Savdo. Qancha qilyapti bozor? 84 dan. Seryozni? Ha? Yaxshi bo'pti-ku. Tamam, savdosi bo'lyapti. Barakasi bersin.